Dadasi ozib ancha yoshardimmi? Ha, bo'ldi, tugataver. Ben bu foydası yo'q. Nima dedingiz? Ha, qara, obrish to'lib turibdi, lop loyiq. Ha, o'zing bilan tenga uylanma, 10 yildan keyin ona bolaga o'xshab qolasizlar desa quloq solmayman. Mana ahvol. Kelinglar, sizlarga nima beray? Ha, bizga ikkita energetik. Sizga mayli-yu, brat, yosh kattalarga mumkin emas-da, yurak o'ynatib, davlendan ko'tarib yuborish mumkin-da. Sizlardan 25 ming bo'ldi. 20 ming bersanglar roziman. Abdumannonov. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom, qalaysiz? Voy, ustoz 10 yil o'tib ketdi, lekin umuman o'zgarmagansiz. Siz ham o'shasiz. O'shanda parallel sinfdoshingizga uylanmoqchi edingiz, nima bo'ldi? Ha, uylanganman. Kelin qani, uydamilar? Tushunmadim. Ay, o'zingni bas, yur bu yoqqa. Abdumannonov, uyatda, hali ham o'zingizdan kattani sanlab yuribsiz. Bilaman, men bilan yurishga uyalasiz. O'sha bilatnoy qizlaringiz menga o'xshab ikkita uchta tug'ib olsin-chi, ko'raman ahvolini. Jonimga tegdi, ketaman. Yo, sen noto'g'ri tushunyapsan. Xafa bo'lmagin, men senga xohlagan narsangni olib beraman. Hech narsa kerak emas. Diyaman do'kondan tilla olib beraman. Tillalar rashsi zo'r. Tillalarim ko'p. O'zingnikini sotamiz. U yoqda eng qimmat narxda olib qolishadi. Sen yangisini taqib yurasan. Yana nima qilay? Oyog'im og'riyapti. Ko'tarib oling. Voy. Urgansang bo'lmaydimi? Qara onasini boshiga ko'tarib yuribdi.